Mening kuzatuvchilarim, podpischiklarim, sog'-omongina yuribsizlarmi? Tinchgina. Bugun ko'ramiz, ko'k aqlimizdagilar uchun oching degan ekansizlar. Shuni ko'ramiz. U bilan munosabatlaringiz qanday, karta tanlov qilamiz. Xullas ko'ramiz. U bilan munosabatlaringiz davomiyligi bormi yoki shu yerda tugadimi deb ko'ramiz. Ikkita karta tanlov. Podpishka qilaverasizlar, bilasizlar, bu yangi kanalim. Prosmotr ko'p, lekin nima yo'q. Podpischka kam bo'lib ketyapti. Yangi kanalim, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammalaringizga rahmat. Tanlov ko'zlaringizni yumib, bitta tinch joyga o'tirib olib, ixlos bilan eshitib, energiyalaringizni yuborib, ko'zingizni yumib, ko'z oldingizga u insonni keltirib, 3 marta ismini takror aytib, oxirgi marta qachon ko'rishganingizni ko'z oldingizga keltirasiz. Xullas ketdik. Xayrli bo'lsin, ko'ramiz. Aqlingizdagi inson bilan munosabatingiz davomiyligi bormi yoki tugadim deb. Davomli yoki tugadim deb ko'ramiz. Aqlingizdagi inson munosabatlaringiz davomli yoki tugadim. Karta tanlov qilamiz. Birinchi karta, ikkinchi karta. Ko'ramiz, qaysi biriga ko'proq energiyalaringiz tushsa, shuni tanlashlaringiz mumkin. U bilan munosabatlaringiz sizga nima demoqchi, ichidagi fikrlari, ichidagi o'ylari, nima qilmoqchi, qadam tashlab kelish niyati bormi yoki tugadimi deb ko'ramiz. Munosabatlar davom etadimi yoki tugadimi deb ko'ramiz. Allohga shukr, shuncha karta, mana joy to'la karta bo'lib ketgan. Like berib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bu sizlarni qo'lim mana ko'rib turibman, o'sha narzlaringiz bo'ladi. Like berib, obuna bo'lishni unutmanglar. Shifoli ochirim bo'lsin. Aqlingizdagi inson bilan ko'ramiz, munosabatlaringiz qanaqa, davom etadimi yoki tugaydimi deb ko'ramiz. Oldimga ko'p kartalarni olib qo'yibman. Uni sizga bo'lgan his-tuyg'ulari, yaxshi ko'rishi bormi, energiyasi qanday deb ko'ramiz. Sizga nima demoqchi? Emas. Har xil kartalardan ko'rib beryapman sizlarga. Judayam bir energetik, ochirim bo'lishi kerak bu. Judayam intiqlik bilan kutib turibsizlar. Xudo xohlasa xayrli, shifoli, xursandchilikka to'la kunlar bo'lsin ilohim. Kartani tozalab olibman o'zini. Bu yerda ko'p kishini energiyasi tushadi. Shunga ayrim joylari to'g'ri kelishi mumkin. Hamma joyi bir kishiga to'g'ri keladi deb men sizlarga ayta olmayman. Chunki bu ko'p kishini energiyasi tushadi. Shuning uchun ham ko'p kartalarni yonimga olib qo'yibman. Buni qaranglar. Endi ko'raman, bir 15 xil karta qo'yibman bu yerda. Juda uzun bo'lishi mumkin. Bu hozir ochiramiz. Shuning uchun yaxshilab joylaringizni o'rnashib olinglar. Intiqlik bilan kutayotgan aqlingizdagi inson bilan karta tanlov. Birinchi kartani tanlaganlar, bu ikkinchi kartani tanlaganlar. Qaysi biriga ko'proq energiyalaringiz tushsa, shuni tanlashlaringiz mumkin.
ko'ramiz. Birinchi kartadan boshladik. Birinchi kartani tanlaganlar ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor Alloh sababchi bo'lgan biza. Birinchi kartani tanlaganlar, uni sizga nisbatan his-tuyg'ulari bor, yaxshi ko'rishi bor, energiyasi kuchli. Sizdan kuch oladi, sizdan energiya oladi. Siz bilan munosabat qilganda juda ham bir o'zingiz bilasiz buni endi aytishni o'rin. Siz bilan munosabat qilganda sizdan mehr oladi, kuch oladi, energiya oladi, samimiylik oladi. Juda ham o'zini erkakligini his qiladi bu inson, chunki buni o'rni unchalik uyidan shunaqa kam deb turibdi. Qayerdadir buni o'rni kam, o'rni past o'rinda. Sizni yoningizga kelsa haqiqiy erkakligini his qiladi, haqiqiy qarg'ol o'zini, xuddiki o'zini bir katta joyga ishlaydigan, o'zini pullik insondek his qiladi. Даже sizga shunaqa ham qilib ko'rsatadi. Ata bunaqa inson emas, pullik, shunaqa jaba davlat, pullik odam, unaqa martabali odam emas, lekin o'zini tutishni shunaqa qilib ko'rsatadi, chunki sizdan olgan energiya juda kuch bag'ishlaydi unga. Siz qandaydir unga ko'p mehr berasiz, e'tibor berasiz, ovqatlarni qilasiz, kirni yuvasiz, hatto shunaqa unga parvonakisiz, unga xod qilasiz-ku, даже uni shunchaki mehr bergansizki, u sizdan kecha olmaydi. Shuning uchun ham aylanib yana o'zingizga kelib qolib turibdi. O'zingiz ham ko'p mehringizni o'shanga berib qo'ygan ekansiz. Hozirgi vaqtda ozgina o'rtalaringizda ayriliq nima bo'lib turibdi. Juda ham siqilib qolgansiz, chunki bir-biringizga juda ham o'rganib qolgan ekansizlar. O'rganib qolganlaringiz sabab ham shu uchun ham bu yerda ozgina nima desam, kutishlar bilan turibsiz, tuyg'ularingizni ichingizda saqlay olmayapsiz. Shu darajada kutib turibsiz uni. Bu yerda esa kundoshliklar ham bor ekan, kundoshi o'zingiz bu yerda kundoshliklar ham bor ekan bu yerda. Ko'proq u tarafga ketib qolayotgan ekan, ko'proq u tarafga siz taraf qolib ketayotgan bo'lishi mumkin. Endi qaysi tarafga endi ko'proq ketib deb sizga qo'yasizlar o'zlaringizga. Bu yerda siz bilan bir ozgina tortishuvlar, urush janjallar, siqilishlar bo'lgan. U tufayli, kun 3-kishilar tufayli siz bilan urush janjal, tortishuvlar bo'lgan. Bir kutilmaganda yiqilish, buzilish shunaqa yashab turib, jahl bilan turibdi, jahli chiqib turibdi. Jahli tez, jahl bilan turibdi. Tortishuvlar, yiqilishlar, buzilishlar bo'lgan. Shu uchun qayerdandir u xohlasak inson katta bir pul olishi ehtimoli bor ekan. Pul olishi ham kerak ekan. Mehrni, ilk sevgini sendan topdim deb turibdi sizga. Umidim sendan hali hech qachon umidimni uzmaganman. Hozir ozgina bir mana shunaqa bir urush janjallar, tortishuvlar, sukunat saqlab turibmiz bu yerda, lekin mehrni, ilk sevgini, haqiqiy ayollik energiyasini sendan topdim deb sizdan voz kechish niyati yo'q deb turibdi bu yerda. Borishni ko'p xohlayapman, istayapman deb turibdi. Sen yoningga ko'p borishni xohlayapman, borib sen bilan yashashni, sen bilan yana munosabatlarni davom ettirishni xohlab turibman deyapti. Lekin ozgina sabr qilgin. Ba'zi problema, muammolar bor. Ularni hal qilib olishim kerak deb turibdi. Bu yerda esa siz tushkunlikka tushib qolgansiz. Qachon yozadi, qachon SMS-lashadi, qachon telefon qiladi deb вообще uyqularingiz yo'q. Kechalari uyqusiz tunlari yashab turibsiz. SMS-ni kutib turibsiz degan o'ylovda turibsiz. Siqilib qolgansiz. Lekin juda ham kimlar bilandir yuribdi, bu o'zini ishlari bilan mashg'ul bo'lib yuribdi. Shu uchun ham yoza olmayapti, telefonlasha olmayapti bu inson sizga. Turibsiz, u ketib qolgan, hozir bir uzoqroqqa bir ketib qolgan, juda ham sog'ingan, bir-birlarini
ko'rishni xohlayapsiz. Xayolingizdagi orqasidan shunday yugurib borsangiz, ikkovlaringiz ham bir-birlaringizga qattiq sog'ingansizlar, yaxshi ko'rasizlar. Munosabatlar davom etadi. Hozir o'zini ham tushkunlik, pushaymonliklar bilan turibdi. Yana bu munosabatlar yana yaqinda xursandchiliklar, ko'rishuvlar, uchrashuvlar bo'ladi bunda. Ko'rishuv, mana ko'ring, yarashuv, ko'rishuv, uchrashuv bo'ladi bu yerda yaqin kunlarda. O'sha shunaqa bir o'ziga komfort yaratib oladiki, hech kim sizlarga nima qilmaydi. O'sha yozmasligi uchun hozirgi vaqtda munosabatlaringizni to'xtab qo'yganligi sababli ikkita rol o'ynab turibdi bu. U bilan munosabatni kabida tugatdim, o'sha bo'ldi, tugadi deb bu taraflama tinchlanib, sizga komfort zonani yaratib bermoqchi bu. Kimlardir qayergadir dam olishga ketishi bor ekan, xursandchiliklar bir suvli, orolli joylarda, Korabel mana shunaqa joylarda dam olish istagida bor ekan. Bular ham bo'ladi, Xudo xohlasa. Bir-birlaringizga yetish uchun ko'p harakat qildingiz, ko'p mehnat qildingiz. U ham siz uchun, siz ham u uchun ko'p harakat qildingiz, mehnat qildingiz. Ko'z yoshlar to'kdingiz, uyqusiz bo'ladi deb turibdi. Bu yerda hozircha yo'llaringiz eshik berk deb turibdi. Eshik berk, ikkita ayolni o'rtasida qolgan u erkak bittasiga ko'proq mehri, muhabbati ko'proq. Mana shu ikkita eshikni ham hozir bu yopib ketish niyati yo'q. Ikkitasini ham, ikkalasi bilan yashash niyati bor. Lekin hozir munosabatlar ayrimlarniki to'xtab qo'ygan. Uni esa jahli chiqib turibdi. Nima sababdan? Ayrim insonlarniki bu kartani tanlaganlar uchinchi kishilar bo'lsa, ayrimlari esa pul taraflama, moddiyat taraflama siqilib qolgani, jahlini sizdan olib turgani ham bo'lib turibdi. Lekin yaxshi bo'lib ketadi munosabatlar. Qayerga borsa ham tulkilik qiladi, yana bu vaziyatlardan chiqib ketadi, sizni ishontiradi, yana o'ziga nima qilib oladi, yana o'ziga jalb qilib oladi. Chunki siz yana ko'nglingizni oladi, yana sizga yaxshi gapiradi, yana munosabatlaringizni tiklashga harakat qiladi bu inson. Bu yerda esa ozgina vaqt kerak, kutasiz. Munosabatlar yana tiklanishi bor. Bu kartani tanlaganlar munosabat tugagani yo'q. Bu kartani tanlaganlar yana bu bora aylanib yana keladi, hech qayerga ketmaydi, tugamabdi. Bu kartani tanlaganlar tugash yo'q deb turibdi. Mana shu yerdan hammani har xil energiyasi tushdi, har xil vaziyatda bo'lib turibsiz. Mana shunaqa. Unda ikkinchi kartani ko'ramiz. Yig'ishtirib olishamding bir nima. Bo'lmasa buni bu yoqqa qo'yamiz, buni o'rniga qo'yamiz. Ikkinchi kartani tanlaganlar ko'ramiz. Ikkinchi kartani tanlaganlar. Va sizlarga ko'p to'siqlar tashlangan ekan. Juda yovuz insonlar bor ekan. Hayotingizda dushmanchilik qiladiganlar. Bir emas, ikki taraflama, uch taraflama sizga napadeniya qilib dushmanchilik qilayotgan ekan munosabatlaringizda. O'rtada ishonch ham yo'qolgan ekan. Bir qarasangiz munosabat yaxshi, bir yomon, bir yaxshi, bir yomon. Ko'p yolg'izlik hissini qilib turibsiz. Juda ham siqilib qolgansiz, qo'rquvlar bosgan. Chunki уже necha marta bu takroran nimadandir уже miyangizda stress bo'lib qolgan, qo'rquvlar bosib qo'ygan bu yerda. Miyangiz charchagan. Yana shu munosabatlar endi o'zi yaxshi bo'lib turuvdi. Endi munosabatlarimiz yaxshi bo'lganda yana urush, janjal, tortishuvlar, hamma taraflama to'sqinliklar, yana yovuz insonlarning qo'shiluvi, har taraflama pichoq urishlar. Shu qayerga qadam tashlamasam har qayoqda bir nima deydi, tuzoq, har qayerda tuzoq, qo'rquvlar ichida yashab turibsiz. Chunki juda ham sizga azob berilgan, juda ham ko'p ko'z yoshlar to'kizgan. Har qadamingizda o'sha ishonch yo'q, u sizga ishonmaydi, siz unga ishonmaysiz. Faqat o'rtada qandaydir xiyonat, sen xiyonat qildi deydi, siz uni deysiz. Mana shunaqa holat bo'lib turibsiz. Ko'p bir-birlaringizni qalblaringizni, yuraklaringizni og'ritgansizlar.
bir uzoqqa bir chiqib ketish niyati ham bor. Hozirgi vaqtda uzoqqa bir yo'l ko'rinib turibdi. Ayriliq azoblari, ko'z yoshlari, siqilishlar, uyqusiz tunlar, usiz yasholmasliklar bo'lib turibdi. U sizni ko'p aldaydi, ko'p yolg'on gapiradi. Faqat azob berib turibdi u inson sizni. Sizdan ko'p foydalangan deb turibdi bu yerdan. Siz u bilan tanishgan paytingiz pulingiz bor edi, hamma narsangiz bor edi. Hozirgi vaqtda esa bor yo'q emas, ko'p narsani uchun sarf qildingiz. U siz uchun ko'p va'da berdi, lekin hech narsani qilib bera olmadi bu yerda. Uy dedi, mashina dedi, boshqa narsa dedi, lekin qilmadi bu narsani deb turibdi. Bu yerda уже ikkinchi nima chiqib turibdi, ikkinchi partiya. U kimlargadir to'g'ri kelsa, bu уже ikkinchi nimasiga nima bo'lib turibdi. U aqlingizdagi inson o'zini ishlari bilan ovora bo'lib turibdi. Qayergadir bir ishga kirish, qayergadir bir biznes ochish bilan yuribdi bu yerda. Shunaqa holat bo'lib turibdi. Shu aqlingizdagi inson uyini remont qilmoqchi yoki uyiga usta kirgizmoqchi, shunaqa holatlar ham bo'lib turgan ekan. Bir ishni orqasidan juda ham katta yugurib yuribdi bu. Turibdi. Bu sizga aytgan gaplari, sen meni tushunasan. Senga уже men tushuntirishim shart emas. Meni polni yuragimni, ko'nglimni hammasini sen tushunasan deyapti. Senga deyapti, men уже hammasini aytib berishim shart emas. Mening holatimni, mening sharoitimni hammasini bilib turibsan deyapti. Men senga уже aytishim kerak emas deyapti. O'zi shunaqa bo'lganmanki, men ham sanchalik qo'rquv bosganman deyam. Shu уже urush, janjallar, to'sqinliklar, yovuzliklar, qarshiliklar уже meni ham charchatdi. Meni ham qo'rquvlar bosgan deb turibdi bu inson sizga. Ketibdi. Uni desam, sen qolib ketibsan. O'rtada qoldim. O'zim ham charchadim. Bu munosabatni davomiy уже olib ketishga o'ta charchayapman deyapti. Kuchim yetmayapti deyapti. Kuchim yetmayapti deb o'zini o'zi ko'p mana shunaqa urush, janjallar, siqilishga o'rtaga olmang buni. Chunki yana boshqalarga ham ketib qolishi mumkin o'zini bir xursand qilish uchun. Chunki o'rtada qolgan, bu juda ham siqilib qolgan. Ikkita ayol buni juda ham siqib, so'kima jmalkadan o'tkazib, qonini ichayotganday qilib turibsizlar. Men shuni bu уже sizlardan ham voz kechib, sizlarni ham tashlab boshqalarga ketib qolishi mumkin. Rashk, qizg'anish o'ta ko'zlaringizni ko'r qilib qolgan deb turibdi. Bu shunaqa holatni xohlaydilar bu kishi. O'zlari tinch holatda dam olishni xohlaydi. Dam olishni, normalniy bir ovqatlanib, o'tirib dam olishni xohlaydi, aylanishni xohlaydi. Lekin bu nima sizlarga bo'lmayapti. Gap so'z ko'payib turibdi, men shu uchun ham. Inson juda ko'p kishiga mana shunaqa urush, janjallar, tortishuvlar sabab hali bunisiga borib o'zi xohlagan mehrni olmasdan yuribdi bu inson. Chunki bu yerda ko'p nimalar bor. Ko'p sinovlar, ko'p urush, janjallar. Kalit o'zingizni qo'lingizda. Buni kelib siz bilan qolib yashash uchun kalit o'zingizni qo'lingizda deb turibdi. O'zingiz uni xarakteriga ko'nikasiz, unga bir normalniy hayot berasiz, xursandchilik berasiz. Shundagina u siz bilan qoladi. Bo'lmasa mana shunaqa bir o'zingiz yolg'izlanib, choy, kofe ichib, yig'lab, ko'z yoshlari bilan turasiz. Unga normal dam oladigan zona yaratib berishingiz kerak. Lekin bu uchun dushmaningiz ham o'ta kuchli deb turibdi sizni. Mana bu dushmaningiz o'ta ham maskalik inson. Sizni ham tinch qo'ymay turibdi. Shu uchun ham bu bilan normalniy bir zona yaratib, normalniy bir sharoit yaratib yasholmayapsizlar. Shu uchun ham ko'p urush, janjal, tortishuvlar bo'lib turibdi bu kartani tanlaganlar.
o'ta siqilishlar bilan turibsiz. Bir mana endi hayotim yaxshi bo'ladi уже bir-birlarimizni tushunib turibmiz deysizlarda, yana qayerdandir bir urush, janjal, tortishuvlar, siqilishlar, yiqilishlar, buzilishlar bo'ladi. Siz ham yuragingiz qolib ketadi, u ham yuragi qolib ketadi, u yoqqa ketadi, siz bu yoqqa qolasiz. Mana shunaqa holat bo'ladi. Bu uchun ikkiyuzlamachi insonlar, tulki insonlar, maskalik insonlar o'rtada yovuzlik qilib turibdi. Mana shu uchun mana shunaqa holatda turibsizlar. Bu uchun ko'proq tahajjud namozlarini o'qing, oyatal kursini o'qing, oilangizni saqlash uchun yoki sevgingizni saqlash uchun harakat qilishingiz kerak. Juda ham bir tirbandlikka, juda ham bir muammolar, ikkinchi kartani tanlaganlar muammolar girdobida turibsiz. Chunki har taraflama faqatgina nima noomadlik shunaqa bo'lib turibdi. Lekin kaliti o'zingizni qo'lingizda deb turibdi. Buni yechimi bor. Bunaqada o'zingiz ham siqilib qolasiz, kasal bo'lib qolishingiz mumkin. U insonni ham yiqitib qo'yishingiz mumkin. Yoningizdagi yaqinlaringiz, ularga ham bir, masalan, baribir sizga bir narsa bo'lsa, ularga ham bir nima bo'ladi. Endi ular ham tinch bo'lmaydi. Mana shu uchun ham bularni oldini olish uchun ko'proq oyatal kursi, ko'proq mana shu ruqiya yosin suralarni hech bo'lmasa bilmasangizlar nimadan qo'yib eshitinglar. Chunki juda ham bu kartani tanlaganlar faqat parokanda hayoti bo'lib turibdi. Har taraflama minusga kirib ketyapti, har taraflama urush, janjal, tinchlik, omonlik yo'q. Halovati yo'q. Bir stakan choyni ham bir normal ichib bilmaydi. Shu darajada bo'lib qolibsizlar. Pulga ham baraka yo'q. Urush, janjal, tortishuvlar, pulga ham baraka yo'q deb turibdi. Pullaringizga ham baraka yo'q. Faqatgina chiqim bor, kirim yo'q. Kirim bilan yana chiqib ketadi. Mana shunaqa holatlar bo'lib turibdi munosabatlarda. Ikkovlaringiz ham bu yerda vinovatsizlar. Bir u inson emas. Chunki siz ham o'ta qaysar, injiq insonsiz. Qo'yib tashlaysiz, harakat qilmaysiz. Harakat qilgan bilan ham oxirigacha bormaysiz. Mana shunaqa holat bo'lib turibdi. U inson uchun bir dam oladigan zona, kelib siz bilan dam olish uchun yoki mana shunaqa bir charchagan paytda energiya olmayapti bu inson. Birinchi kartani tanlaganlar vau chiqdi. Shunaqa kuch, shunaqa energiya chiqdiki, unda shunaqa xursand bo'lib ketasiz. Boradi, yana qaytib keladi birinchi kartadagilar. Ikkinchi karta faqat uzilishlar, ketishlar, yiqilishlar, buzilishlar, mana shunaqalar bo'lib turibdi. Faqatgina unisi u yoqqa qochadi, bunisi bu yoqqa qochadi. Mana shunaqa holatlar, faqatgina to'sqinliklar bo'lib turibdi. Mana shunaqa, bu hammasi ham bir kishiga to'g'ri kelmaydi. Ayrim joylari to'g'ri kelib qolishi mumkin. Juda ham super ochirim bo'ldi hammalaringizga deb o'ylayman. Ana shu uchun ham podpiska bo'lishni unutmanglar. Like berish bu qo'limni narzi bo'ladi. Mana shunaqa o'zlaringiz uchun отдельно o'shtirmoqchi bo'lsangizlar +7929 13790 Telegram qilsangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. TikTok unga ham kirsangizlar bo'ladi.